Ko'ksim to'la armon eriydi. Quchog'imga bosganda mahkam, sendek axir kim g'amim yeydi, menga sirdosh jigaram ukam. Dunyo ishin qo'ygin bir chetga, to'lmas sira shundayam barkam, bugun borlar bo'lmas ertaga, dardlashaylik sirdoshim ukam. Ming bor shukr borliging uchun, hol so'raysan bormi deb opam, men g'amlarga botayin nechun, sen yonimda darmonam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Allo. Eshitaman. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Yo'q, rahmat, yaxshi. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ziyodullajon, avvalambor bugungi kun tavallud ayyomingiz Allohimga banda Habibimizga ummat bo'lgan chiroyli shukrona ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Doim yaqin insonlar baxtiga sog' bo'ling, salomat bo'ling, hamisha baxt qushi yelkangizdan joy olsin, omad kaliti hech qachon cho'ntagingizni tark etmasin. Ziyodullajon, ayni damdagi fursatlarda biz sizni Yagona tabrik agentligidan bezda qilyapmiz. Bugun bizning loyihamizga sizni yaxshi ko'radigan, qadrlab e'zozlaydigan yaqin insonlar nomidan tabrik xatlar kelgan. Nima deb o'ylaysiz, bugun sizni kim tabriklab xursand qilmoqchi bo'lgan? Taxmin qilib ko'ra olasizmi? Kimlar bo'lishi mumkin? Yaqinlar bo'lishi mumkin. Yana kim bo'lishlari mumkin? Akamlar, onamlar. Albatta, to'g'ri topdingiz. Bugun sizni tabriklab xursand qilishni xohlagan insonlar juda ko'pchiliklar. Dadajoningiz, onajoningiz qolaversa, sizni xursand qilishni xohlagan insonlar Rasuljon, Rahimjon akamiz, yangangiz Husnigul, Maftunaxon opamiz, Lutfiyaxon opamiz, Nigoraxon opamiz, pochchalaringiz Botirjon, Sirojiddin akamiz, jiyanlaringiz Zarina, Rasul, Baxtbek, Xumora, Muxliroyim, Farruxjon, Rayhona, Muhammad Ali, Muhammad Nur hamda sizni rafiqangiz Madinaxon, farzandlaringiz Zubayr, Sumayyaxon va barcha yaqinlar nomidan bizga akajoningiz Rasuljon aka, Rahimjon aka samimiy tabrik xatlarini qoldirgan ekanlar. Agarda qarshi bo'lmasangiz, birozgina qimmatli vaqtingizni olsam-da, mana shu akangizdan kelgan samimiy, go'zal tabrik xatlarni e'tiboringizga havola qilsam maylimi? Xo'p, mayli. Unda diqqat qilasiz, boshladim. Assalomu alaykum, aziz ukajonim. Bugun seni tavallud ayyoming. Oilamiz uchun eng quvonchli kunlardan biri. Shu muborak kunda avvalo Alloh taolo umringni uzoq, rizqingni keng, qalbingni esa iymon nurlari bilan munavvar qilsin. Har bir bosgan qadaming barokali, har bir qilgan niyating esa ezgu amallar bilan ato etsin. Musofir yurtda yursak ham qalbimiz doim sen bilan birga. Sen bizni baxtimizga sog'-omon bo'lgin. Sendek ukam borligidan hamisha faxrlanamiz. Mehribonim, odobing, oilamizga bo'lgan hurmating uchun Alloh sendan rozi bo'lsin. Inshaalloh hayotingning davomi faqatgina yaxshiliklar, quvonchlar, muvaffaqiyat bilan hamrohing bo'lib yursin. Ukajon, sen biz uchun nafaqat ukasan, balki suyanchig'imiz, duogo'yimiz, qalbimizga yaqin insonimizsan. Har tong shukronalik bilan uyg'ongin. Hech qachon ko'zlaring g'am ko'rmasin. Doimo Allohning shukrida, zikrida bo'lgan mana shu aziz boshing joynamozlardan o'zga joylarga egilmasin. Yaratgan egam seni har doim har qanday balo qazodan, yomonliklardan o'zi asrasin. Ilohim baxtimizga sog'-omon bo'lgin. Sendek ukajonim borligidan biz hamisha faxrlanib, g'ururlanib yashaymiz. Gohida jahl qilib, achchiq qilib seni xafa qilgan vaqtlarimiz bo'lgan ukajon. Bu hammasi seni yaxshi ko'rganimizdan. Bugun tug'ilgan kuning bilan muborakbod etamiz ukajon. Alloh seni ikki dunyoda ham saodatlar bilan siylasin. Baxtimizga sog' bo'lgin. Ota-onamizning duolarini olib yuravergin. Ilohim soliha farzandlaringni baxtiga sog'-omon bo'l. Kelin bilan qo'sha qari baxtimizga hamisha eng go'zal kunlaringda yoningda bo'lishlik bizlarga ham nasib etsin. Bugungi chiroyli kuning tavallud ayyoming bilan chin yurakdan tabriklab qolguvchi akalaring deya tabrik xatlariga yakun yasashgan. Allo. Xo'p, rahmat. Ilohim sog' bo'ling. Mana shu yaqinlar baxtiga bizning suhbatimiz, loyihamiz ijodkorlari tomonidan esdalik uchun tarixi muhrlanib bormoqda. Mana shu yaqinlaringizga, musofirdagi akajoningizga, qolaversa opalaringizga salomlaringiz, tabriklaringiz bo'lsa, marhamat birgalikda tinglaymiz.
Sog' salomat bo'lishsin. Demak, niyat qilganmasa niyatlariga yetsin. Baxtingizga sog' salomat bo'lsin. Rahmat, ilohim siz ham sog' bo'ling. Mana shu yaqinlar baxtiga o'zingiz ehtiyot qiling. Doim qadringiz va qaddingiz tog'dek bo'lsin. Sizni jamoamiz nomidan ham dunyodagi eng ezgu tilaklar bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, yaqinlar baxtiga salomat bo'ling. Tilaymiz sizga musaffo hayot, hech qachon rejalar bo'lmasin, barbod tilayman osmondek poyonsiz baxtni aylang siz qabul ushbu tabrikni. Doim baxt iqbol sizga bo'lsin yor. Yurgan yo'llaringiz nurlarga to'lsin. Eshitgin ukajon qalb so'zlarimni, tug'ilgan kuning muborak bo'lsin deya akajonlaringiz she'riy satrni ham siz uchun qoldirishgan. Rahmat, sog' bo'lishsin. Rahmat. Rahmat deymiz sizga ham. Qalbingiz hamisha quvonchga to'lsin. Shodlik, baxt, omad doim hamrohingiz bo'lsin. Har bir kuningizga Alloh fayz bersin. Bugungi ayyomlar muborak bo'lsin. Salomat bo'lasiz. Tug'ilgan kunlarni yaxshi kayfiyatda o'tkazib oling. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling. Rahmat bo'ling. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling.